Assalomu alaykum avvalambor o'rtoqlar. Men hozir yo'lda ketyapman. Tushunganimni sizlarga aytmoqchiman. Sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Ya'ni insonni e'tiqodlari bilan men ishlayman. Ya'ni uni yoshligida saqlanib qolgan voqelik va voqelikni hissiyotlari bo'ladi. Insonni qiynaydigan narsa bu hissiyotlari. Ana endi o'sha voqelikni hissiyotini ijobiy niyati bo'ladi. Misol uchun deylik, siz qaysidir joyga bora olmayotganligingiz uchun xohishlaringizga erisha olmayapsiz yoki nimadir vazifalarni bajara olmayotganligingiz uchun o'sha istaklaringizga erisha olmayapsiz, to'g'rimi? Buni aslida sizni hissiyotingiz amalga oshiryapti. Ya'ni qanday qilib desa, qo'rquv, xavotir, ikkilanish, shubha instrumentidan foydalanish orqali. U bir instrument, qo'rquv, sizni himoya qilish. Misol uchun sizni ichingizda qadrsiz, keraksiz, ojiz degan hissiyotlar shakllanib qolgan, to'g'rimi? Ana endi siz qayergadir borib va kimdandir yomon munosabat olsangiz, siz qadrsiz bo'lib qolishingiz mumkin yoki keraksiz bo'lib qolishingiz mumkin. Yoki qaysidir ishni uddala olmasangiz, siz ojiz inson bo'lib, siz o'sha og'riqni his qilishingiz mumkin. Ana endi sizni miyangizdagi mana shu hissiyot sizni himoya qiladi. Ya'ni bormaslik, bajarmaslik, dankasalikni yo'qib olish orqali sizni bo'lishi mumkin bo'lgan yomon voqea, hodisalardan himoya qiladi. Ya'ni buni o'sha ichki sizni miyangizdagi hissiyotni ijobiy niyati sizni himoya qilyapti. Endi himoya qilish uchun qo'rquv, xavotir, ikkilanishlardan foydalanyapti. Qo'rquv bu aslida himoya mexanizmi, bir instrument. Lekin o'sha qo'rquv aslida sizga kerakmi, kerakmasligimi, siz buni tushunmaysiz. Siz buni anglamaysiz. Anglamaganingiz tufayli siz doim ichingizda o'sha og'riqlarni olib yurasiz. Doim ikkilanib yashaysiz. Doim siqilib yashaysiz. Siz aslida ichingizdagi e'tiqodingizni ijobiy niyati bilan yashayotganingiz haqida umuman fikr yuritmaysiz. Tushunyapsizmi? Aslida siz mana shu ichki holatingizni, ya'ni o'zingizni tanisangiz, siz qanday insonsiz, siz qanday e'tiqodda katta bo'ldingiz, sizni e'tiqodlaringiz qay yo'lga olib ketyapti, nima uchun olib ketyapti, buni anglab tushunsangiz, siz tashqaridagi voqealardan norozi bo'lishni to'xtatasiz. Tashqaridagi vaziyatlardan qanchalik norozi bo'lsangiz, g'azablansangiz, u takrorlanadi. Takror va takror bo'lib kelaveradi. Aylanib, bitta aylana ichida yashab yuraverasiz. Shuning uchun o'zingizni taning, o'zingizni holatingizni anglashga harakat qiling. Agarda sizga o'sha ichki holatingizni anglash kerak bo'lsa, tushunishni xohlayotgan bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men sizlarga mana shu miyadagi qo'rquv, xavotir, ikkilanishlarni qanday paydo bo'lishi va ularni vazifasi, sizni miyangizdagi e'tiqodlar sizni hayot yo'lingizga, xatti-harakatingizga qanchalik ta'sir qilishi haqida chuqurroq tushuntirib beraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, qadr bilan qadrdonlarim.